Farzandlarimdan birortasi Amerika prezidenti bo'ladi. Otabek Mahkamov bola tarbiyasidagi ahamiyatli jihatlar va Nyu-Yorkdan uy sotib olgani haqida gapirdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Taniqli aktyor, huquqshunos Otabek Mahkamov nima gap YouTube kanaliga bergan intervyusida bir necha yil ishlab, pul yig'ib Amerikadan o'ziga uy sotib olgani hamda farzandlarini qanday tarbiyalash haqida so'zlab berdi. 7,5 yil mobaynida pul yig'ib Nyu-Yorkdan o'z uyimni sotib oldim. Rahmatli onamning yaxshi gaplari bor edi. Bo'ladigan gapni gapirish kerak, bo'ladigan ishni qilish kerak. Ha, mening shunday orzuyim bor. Kelgusida farzandlarimning birortasi albatta AQSh prezidenti bo'ladi. Ambitsiyasiz inson o'lik inson, deydi aktyor. Aktyor shuningdek farzandlar tarbiyasida nimalarga ahamiyat berishi haqida ham to'xtalib o'tdi. Birinchisi, bu to'g'ri, halol tarbiya. Ko'pchilikning farzandini Amerikada jamiyat tarbiyalaydi. Men farzandlarimning yaqin sirdoshi bo'lishni xohlayman. Chunki farzandlaringiz sizga sirini ayta olmasa, u ko'chadan sirdosh izlaydi. Ikkinchisi, ularni shunday katta qilishingiz kerakki, ular sizning qanday qiynalib pul topayotganingizni va biron narsa xarid qilayotganingizda qanchalik qiynalayotganingizni ko'rishi kerak. Kerak bo'lsa, bu jarayonda ishtirok etishi kerak. Uchinchisi, men farzandlarimning o'qishidan umuman pul ayamayman. Ularning sunnat to'yi, aqiqa yoki muchal to'yidan pul tejayman. Tejagan pullarimni farzandlarim nomiga bankdan hisob ochib, o'sha yerga qo'yib qo'yaman. O'sha pullar yig'ilib hozir farzandlarimning puli menikidan ham ko'proq, deydi aktyor. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.